Assalomu alaykum azizlarim. Bugun juda ham quvonchli kun. Mana New Yorkdan bitta vatandoshimiz Ben Salim, Pensilvaniyaga ko'chib kelyaptilar. Orqamda turgan uy 1990-yil qurilgan, lekin 2012-yil juda ham zo'r remontdan chiqqan. Hozir ishlarini ham ko'rsatamiz. Mana bu yerda bitta akamiz olyapti. Tabriklaymiz. Uy buyursin sizga. Bolalar bilan maza qilib yashang. Rahmat. Rahmat, ofarin Muxtor San'atovich. Rozi bo'ling xizmatlaringizga. Albatta. Sizga rahmat. Siz jamoangizga mana uy proses tez o'tdi. Bir oy bo'lmasdan o'zi mana Xudo xolasa ko'chib o'tamiz. Rahmat sizga. Rozi bo'ling. Bu uy bozorga chiqmasdan oldin biz lok qildik. Bizda shunaqa bozorga chiqmagan off market dillar ham juda ham ko'p. Eng muhimi biz mortgajni ham o'zimiz hal qilamiz. Shuning uchun hammasi pod kontrol bo'ladi. Sizga ham uy kerak bo'lsa, albatta aloqaga chiqing. Ishlarga omad. Uyimizning fasadlari juda ham zo'r. O'zim ham yashagim kelib ketyapti to'g'risi. Mana kirishimiz bilan bu yoqqa ham bitta zal bor xohlasanglar. Bu yoqda ham mana katta mehmonlar uchun zal bor. Oynalari hammasi akkuratni yangi. Bu yerda dining, ovqatlansa bo'ladi. Даже mana jalyuzilargacha hammasi qolyapti. Wow. What a feeling. Endi oshxonaga o'zlaringiz baho berasizlar, kattaligiga buni qaylar. Appliancelar hammasi stainless steel, cabinetry. Umuman gap bo'lishi mumkin emas. Даже mana bitta powder roomlargacha akkuratni zo'r remont qilgan ekan o'zlari uchun. Uyimizning kulminatsion nuqtasi mana bu backyard. Ko'ryapsizlar, mana bunaqa naveschalarni qilingani, mana bunaqa raised concrete qilinganiga gap bo'lishi mumkin emas. Mana orqada hali shuncha joy bor, bemalol basseyn qo'yishlari ham mumkin. Mana ish quroli qo'yadigan mana bu nimalargacha, shedlargacha bor. Bomba va yana bitta muhim tomoni orqada qo'shni ham yo'q. Allah Allah ya baba, selam alaykum ya baba.